Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlarim. Ushbu video murojaatni YPXdagi Ulug'bek Shukurlayevga yo'llamoqchiman. Ulug'bekjon, qolgan chambaraklarni kim qiladi bularni qolganini? Bu repostlar, kontentlar Instagramdagi bu ochko olish uchun qilinadimi? Bu yoqda qilinmagan-ku. 30% chambarak qilingan. Instagramda reklama qilindi, qildik deb, lekin qolgan joylar qilinmagan. Ishlar chala-ku. Masofada temir panjaralar o'rnatilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad piyodalar ishtirokida baxtsiz hodisalarni oldini olish hisoblanadi. Bu kabi amaliy ishlar viloyatning boshqa shahar tumanlaridagi xavfli uchastkalarda ham davom ettiriladi azizlar.